Bolajonim, tinchlan. Onang shu yerda. Sen uchun kuchli bo'lishga harakat qilyapti. Bola yig'lasa darrov qo'lingga olishing shartmi? Hozirgi kelinlarga hayronsan kishi. Bizni paytda uyalar edik. Bola erkalatish u yoqda tursin, qo'lga ham ololmasdik. Men sizchalik kuchli emasman. Siz kuchli edingiz. Men bo'la olmayman sizdek. Siz sabr qilgansiz, lekin men bunga befarq qarab tura olmayman. Bola yig'lasa, bunga yuragim dosh bermaydi. Uni ko'tarishim erkalik emas, bu mening onaligim. Men yomon kelin emasman. Men shunchaki onaman. Men sizdan ko'p narsa so'ramayman. Faqat bitta savolim bor. Bir paytlar siz ham kelin edingiz. Siz ham yosh edingiz. Siz ham ona bo'lgansiz. Ayting, bolangiz yig'laganda yuragingiz o'g'rimaganmi? Agar o'g'rigan bo'lsa, nega bugun mening yuragimni tushunmaysiz? Axir uni yuragi zamonga qarab o'zgarmaydi-ku.